Hurmatli obunachilar, chorva oshqozlari, arzonidan, yaxshisidan, sifatlisidan, ayniqsa zoti boridan so'ragan aka-ukalar bo'lsa, videolarimizni diqqat bilan oxirigacha tomosha qilasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oxunjon Uz kanalining hurmatli obunachilari, biz o'zi yaqindan kuzatib boruvchi aka-ukalar, chorva oshqozlari, mana bunday yosh, sifatli eston deysizmi, shved deysizmi, bu yoqda rossiyskiy deysizmi, qisqacha zot ishqibozlari, chorva oshqozlari. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qattaqonsaroy qishlog'idamiz. Ya'niki Ilhomjon akamizning xonadonlariga yetib kelganmiz, hurmatli obunachilar. Bu yerda sotiladigan xinojinlarni narx-navosini qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib yoritib beramiz. Aka, maroq bilan maza qilib tomosha qiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oxunjon, tizimsiz. Siz. Oxunjonga salom. Endi kechiraq bo'lsa ham chaqiraverdik. Ay, yasha, umringiz Molla uzun. yangi partiyalar keldi, quloy keldi. Xudo xolasa, quloy narxda qo'yib beraylar. Ulgurib qolasiz. Mana bugun xudo xolasa 20-yanvarda. Mana soatni ko'ring. 629. Hop, xudo xolasa buni ertalab 21-kuni ertalab ko'rishadi. 21. Ertalabda soat 8 da xudo xolasa YouTube'ga chiqaramiz. Vaqtingiz bo'lsa kelib ko'rsin, aka. Hop, men o'sha gap o'tgan safar ham aytdim. Vaqti bo'lsa, men ishdan kech chiqdim. Soat 10 da bo'shadim. 10 da bo'shasa ham mana sharoit. Mana molni ko'rish sharoiti. Aha. Sharoit qilib qo'yganman. Joyi bor. 12 da kelsa ham molni bemalol ko'radi. Sharoit mana ko'ryapsiz. Mana hozir kechqurun qorong'i bo'lsa ham molni videosini ko'rib turibsiz. Xudo xolasa yoriq deb Joyi olyapti. zo'r. Joy zo'r. Xudo xolasa ulgurib qolishdan endi shuncha mehnat qilyapmiz. Molni arzon olib beryapmiz. Endi bitta like bosib qo'yishmasa asli uyat bo'ladi. Like bosib qo'ymasan, shuncha mehnat. Lekin like ga pul olmaydi. Lekin akalar bitta narsani eslatib ketamiz. Bu shuncha mehnat, shuncha tarab, tozalab qilishni o'zi oson emas. Xudoga shukr, shu aka-ukalar. Men o'g'inga yana aytib qo'yay. Molni 7-3 kun beraman. Sholog'iga javob bermayman. Mana hozir aytaman, molni olib kelishadi. Yemaydigan problema bo'lsa, bez problema. Molni almashtirmay pulini beraman. Mol yeb turgan bo'lsa, men yolg'on gapirmasin. Mol yeyotgan bo'lsa, mol yeyapti desin. Mol yemayapti deb meni aldamasin-da, mol yo'qmay qolsin desin. Ha, to'g'ri. Yo'qmay qoldi menga, ya qimmat sirab qoppa, ya yo'qmay qoldi, ya onamga yo'qmabdi, ya bunaqa yo'qmasin desin. Meni asabimni buzib, mol yemadi demasin. Mana o'g'injon ochiqga ko'p bo'lyapti, yemadi deyapti, olib kelyapti, yeyapti, sirab unga sotganda qimmat sotyapman. Ha. Arzonroq bergan. To'g'ri. Xudo xolasa mollar deyarli yangi partiyadan ichida bir dona eskimiz qolgan xolos. Ha, bir dona. Endi chekkada eski. Endi res uzilmabdi. Bu gap ko'p cho'zmaylik. Hop. Xudo xolasa Obunachilarga bugun yangilar nechta bugunga? bugunga nechtasini qo'yganimga nima qilmabman? Qoni chiqqanlarni qo'ydim. 6 ta 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bosh mol bor ekan. 20 bosh mojillar, xudo O'tgan xolasa. safar 35 bosh edi. Dushanba kuni qo'yardik, bilasiz 35 bosh edi. Partiya Bir yoqqa tugadi. xudo xolasa. 4 ta 3 ta 2 ta qilib berdik. Xudo xolasa buni ham ertaga tugatsak, 3-4 kun yana yangisini olib ketamiz. Xudo xolasa ulgurib Mol qolamiz. arzonroq olyapmiz, arzonroq sotyapmiz. Bu ko'pchilik aytadi 200 ming, 300 ming ish qilyapmiz desa, ya bu ertak. O'tgan safar moldan 30 ta sotgan bo'lsam, mana 20 ta bo'lsa, 50 ta, 55 ta haftasiga mol sotadigan bo'lsa, undan oldin sotdik. 50 ta moldan 200 mingdan qolsa qorin to'yadi. Qorin to'yadi. Qorin to'yadi. Ha, haligi aka kam huram, hamisha huram deb bekorga aytishmagan. Mana molni qo'yadi. Bu 20. Mana 120. Birinchisi. Birinchisi. Mana alohida qo'yamiz molni ko'ring. Kuyikka tayyor. Zapnisi bor ekan, biz orqaga yuraver ekan. Mana bor. Hop, birinchisi. Mana. O'ta go'zal mol. Mazaqi boqsin, sigir qilsin, aytgandaqa sigir chiqadi. Bo'ylari 120. 120 plus minusida. 1 sant 2 sant plus minus bo'ladi. O'zingiz bilasiz. Aha. Molni biz bayga belashdan maqsad biz sonini bilishimiz kerak, razini bilamiz. Birinchi dog'i mol, 7-dog'i mol degani xolos. Hozir bayga hammasini qo'yib bersam, o'zim ajratolmayman qaysi molligini. Narxi nech pulga? Odam mol desa qaysi mol tushunolmayman-da, bizga kelib tushuntirib bera olmaydi. Mana endi hozir 3-dog'i mol bo'lsa, 7-dog'i mol desa biz bittada taniymiz molni. Bo'laveradi. Hop, hurmatli obunachilar, ketdi. O'sha ketdi. Aha. Bu narxni ko'tarib 17 million savdosi bor. 17 million savdosi. Ha, 17 millionga savdosi bor. 7 hamma yo'qda edi. Aka 5 taga Samarqandgacha qilib berilasizmi dastlabki? O'g'injon Samarqandgacha qilib berishga qilib beraman, naqd bilan aytish kerak. Aha. Dastlabkiga pul qo'shmay aytayta,
Hop. Vodiy bo'ylab qilib bering. Samarqandga kelishamiz. Ha, demak kelishyapmiz. Ha, nimaga hozir Samarqandga qilib beraman, mana molni 14 million qo'yishdi, unda 14,5 million qo'ymay. Misol gapda, u hamma Samarqandgacha qilgan odam hech qachon yonidan dastlabkani yonidan sanab bermaydi. Mash mol ustiga mindiramiz. Mol ustiga mindiradi, to'g'ri. Demak, Vodiy bo'ylab ikkita mashinamiz bor, u bez problemada, tashab kelaveramiz. Vodiy bo'ylab problemasi yo'q. hop, ketdi. 17 million. Mana buni qarang. Ketdi, keng. Shuni tozasi. Jonivor. Yaltillashini qarang. Bu 15. Bolam lekin uzunligi hamma yo'q joyida. Mana. 1.15. Bu 15. Mana uzunligini qarang oldi. Jonivor. Uzunligini qarang. O'ta go'zal. Mana. Sigir qiladi, aytgandaqa toza rossiyskiy cho'rni po'yslar degani mana. Aybaydi oqiba qolgan joyi qoladi. Qora. Mana. Mazaq sigir qiladi. Uzun narsa ekan degan. Mana yoshi deganiga, yoshi yetmagan. Mana shu haqda hali kichkina. Hamma biladi. Yoshi yetib borgan yo'q. 9 oylik, 10 oylik buzoq. 9 oylik. Xudo xohlasa ekspert yukka kelib qoladi. Narxi ham qulay. Nech pul? Endi o'tgan safar yumaylar, 16 million, 15,5 yo'q. Oxirida mazaq qilsin. 14 million 500 savdosi bor. 14 million 500. Hop, yana o'sha har doim bu gap. Siz kanalimizni ko'rsin, boshqa kanalni ko'rsin. Mendan boshqa sotayotgan 15 ta molni ko'rsin, bozorni ko'rsin. Mol hech bo'lmasa dastlabkasi bilan nuqta orqaliga arzon bo'lsa olsin. Bozor narxi bo'lsa shuni olsa, yo'l kirasi bilan mehnatini yutib qoladi. 100 ming bo'lsa ham xudo xolasa arzon. Yutadi. Lekin qimmat bo'lsa olmasin. Qimmat bo'lsa olmasin. 14 million 500 kam bor. Mana Estonni qarang. Buni Estonni qarang. Ketdi. Eston ish qiladigan mana molni qarang, uzunligini qarang. Valloh qarang. Mana. Turishlar. O'ta go'zal mol. So'mlardan o'ta dahshat. Buni orqa oyog'idan old oyoq baquvvatligi qarang. Mollar qarang, o'ta go'zal. O'ta beg'amki, bu quloq qarang, quloq jonivorni qarang. Simitali quloq o'sha katta shapalaq quloqidan. Aha. Mana jonivor. Tekisdasi ekan, lekin orqalari haqiqiy kelishgan mol. Mana molni ko'ring, mana molni ko'ring. Hammasini ko'rsatmaylik, molni ko'ring. Ostiga mana shu bir kas o'tib ketdi. Kichikroq qizig'i bor, mol so'yib ketsa, buni so'yib qo'ymasin. Idish ketdiga, bu sut bermaydi hali. Hop, hurmatli obunachilar. Nechta qo'yib beramiz? 3tasi bitta. 3tasi bitta. Mana molni qarang. Bu endi bo'lak. Bu ina Eston. Yana Eston. Hop. Otasi metal. Otasi Ana buni qarang. Molni bilgan odam oladi. Tushungan odam oladi. Qimmat ekanni yozgan odam bir umr mol ola olmaydi. Mana ketdi. Mol ikkinchisi. Chiroyli narsaga. Mana sigir qilsa sigirmi bormasa bor deydi. Hop, akalar mana. Lekin mollarda aka o'sha Estonni sifati zo'r ekan. Peshonasida oqibatidan keladigan odamga balon molni qarang. Mana Eston. Mana Eston. Rangini qarang. Rasa to'ydiribsiz, mollar rasa yebdi. Qomat qarang, mol qomatini qarang. Xudo xolasa maza bo'ladi, maza qilib boqadi. Uchalasini bitta olishsin. Uchalasin bir joyda. Bir joyda. Bo'ylarni nechiga beramiz aka? Bo'ylari buni 10 ustida, buni 15 ga borish kerak. O'g'ildan biri 14 chiqayapti. Biri 10 dan olishsin. Biri 10 danga ketdi. Biri 10 dan olishsin. Lekin olsin, oborsin, 1 yil abada sigir bo'lsin, maza qilsin. Hop. Narxi. Buni narxini o'zingiz bilasiz. Bular arzon chiqmaydi. Aha. Lekin bizda arzon. Hop. Bizda arzon. 15 million desa ham bo'laveradi. Aha. 14,5 desa ham bo'laveradi. 14,5 deyman. 14 milliondan xohlaganini olsin. 14 dan. 14 dan. Kami bor. Talla bo'lsa 14 da qoladi. Qolishi 14 dan. Lekin bir joyda bo'lsa, Bir joyga o'zi kami ham bor. kami bor. Hop, Juda zo'r bo'ldi. Men esdan bormas edim. Men shvedda ish qilyapman. Menga shved kerak degan odamga monovalni qarang. Mana shvedlar aka. Monovalni qarang. Molni oyog'ini ko'rasizki? Monovalni qarang. Mana. Toza qirg'iz parovda. Mana. Mana toza qirg'iz parovda mana. Jonivor. Oyog'ida halqalarni ko'ring. Mana. Tozasi mana. Suyagi aka, molda suyagi haqiqiy baquvvat ekan. Mana kallani ham ko'ring, kallasini ko'ring. Mol olaman degan aka ukalar bo'lsa. Qizil joyini qarang. Eng qizil joyini kuchi yetmaydi, molni shoqini qarang. Qara. Mana molni shoqini qarang. O jonivor. Mana. Ana mol. Ana mol. Mana.
Bu kelajagi bor. penasini oldida tursa, sigir tursa, necha suv olsa 18 million deydi. Aha. Penagini buzmaydi. Lekin biz arzonroq olganmiz, arzonroq qo'yib beramiz. Bu bittasi. Bu birinchisi, a? Mana molni qarang. O'sha menga kuyrangidan kerak edi. Maza qilib boqar edim, quloq katta bo'lsin deganga mana. O jonivor. Molni oyog'ida halqalari, hammasida oq polasi bor. Molni turishi mana. Turuvlari ham o'ta O'ta chiroyli. go'zal. Mol sovunlari hamma yo'g'i joyida. Maza qiladi, boqadi, sigir qiladi. 45 million beray desa teskari qiladi, bor uyimdan chiqadi deydi. 50 milliondan kam bo'lmaydi. Alloh nasib qilsa kellar, kelajakda inshaalloh. Mana lekin Sigirlar bo'ladi. bularda shulardan teng qo'yib, biri 14 chiqadi, biri 10 dan olishsin. Bir 10dan. 4 santisi bonus. Bugun sahilingiz tutyapti lekin. Hop, buni ham maza qilsin. Asl narxini hamma biladi. Aha. 16 desam ham bo'laveradi. Olaveradi, ichi tortishadi. 16 da men 15,5 beraman deydi, olaveradi. Aha. Lekin 15 ga ham qo'ymayman. Iyi. Xalq maza qilsin, 5 elasini 14 dan olsin. 14dan ketdi, 5 5 ta. elasini olsin 14 dan. Haqiqiy. İçinden tanlab olsin xohlasa. Bir donni olsam 14 millionga vodiy bo'lib dastavkasi besplatni nuqtal qadamidan. Mana bitta gap. Bir qop kepagi bilan. Kepagi ham ketdi. Agar bitta olsa ham bir qop kepagi bor. Bir qop olasiz, bitta olasiz, ikki kishi bo'lishib olsa ham bitta mana bir qop kepak qo'shib beraman. Ketdi. Mana bu shvetni qarang. Mana shu. Meni pulim ozgina kamroq edi. Lekin shvet olishim kerak edi. Degan odamga mol baquvvatligini qarang. Mol qarab keladi, ko'ribsiz qarang. o'ta chiroyli narsa. Keyin O'ta 50 go'zal narsa. mol. Maza qiladi odam, maza qilib Elli boqadi. mol. Bu birinchisi. Aha, birinchisi. Mana ikkinchisi. Kameraga chiqqan shekilli bu. Ona. Billahi beryapti. Mana molni qarang. Mana Mana molni qarang. jonivor. O'ta go'zal. Mol o'zi videoga tushishni xohlasa boshlab gerdayib turadi. O'ta kameraga tushdi olaganda Mana qarang. qarang. O'ta go'zal mol. Lekin Oldilar. beg'am. Beg'am, endi beg'am. Qirg'iz boradi vallahi biladi. O'ta beg'am, turadi. Yeydi yotadi, maza qiladi, semiradi. Yem yemagan mol badaniga qarang. Yem yemagan, yem ko'rmagan, lekin badani kuchli. Hop, Yil. hozir qarab turing. Endi shu mollarni hammasini 14 dan qo'yib, bu 13,5 desam endi to'g'ri kelmaydi bizga. Hop, 13 milliondan olsin. 13 ta. Xohlaganini olsin. Kami bor. Kami ham bor. Jupiga. Jupiga kami bor. Tanlab olsa o'sha narx. O'shana, ha? O'tib berasiz yana. Aytaman, aptekada o'tib berayotgan, bitta o'tib bermay qolamadi. Ha, chiroyli qilib o'tib Bo'ylar ber. bir o'n. Bo'ylar bir 10 dan. Mana buni qarang. Mana polvon. Mana molni qarang. Bu ham beg'amidan ekan shekilli. Molni qarang. Jonivorlar. Mol qonini qarang. Juda chiroyli narsa. Mana o'zi O'g'onjon Qirg'iz porodani ko'pchilik biladi, mana shu oyog'ida oq halqasi bo'ladi. Ha, bu yoqda. Mana molni qarang. Turuv. Turuvni qarang. Tazor. Maza qilsa ham. Ha. Qarab turing. O'zi mana qo'shmasam bo'ladi. Bo'ylari biri 5 ustida. Aha. Biri 10 ga boradi, asli biri 5 ustida. Shuni qo'shsam bo'ladi. 12,5 ga olmasa 12 millionga olsa maza qilsin. 12 million. Kam. 12 millionga kavam bo'lsinmi? Buni ham kepagi bor, bir qopa. 12 millionga bir qop kepagi minab ketaveradi. Ketdi. Hop endi Hop. bozorda olyapman. Bir o'g'li mollarni 12,5 12 beryapti degan odamlarga. Aha. Biri 10 ustida. Bir 10 ustida ekan. O'zi rossiyskiy. Qaro taraf bo'lib qolgan. Mana mol olg'irroq. Sal olaman, bol badani ochiroq. Puli ham ochiroq. Puli ham yengilroq. Ha, 12 million emas. 11 million 500 ming. 11 million 500 ming kam. 500 ming kami bor. 11 million 500 ming so'mga kam. Hop, mana bu gibridlarni qarang. Keyingilar. Mana mol gibrid. Yaltillashga baho bering. Mana mol qarang. Jonim. Mana. Gibrid desa, gibrid degani tozasi mana. Oq bosh, qap-qorasidan mana o'ta go'zalidan. Lekin 50 mol ekan, ha? Mol 50 mol. Keyin aka uzunligi ham zo'r. Tovoq o'rib qoldi shekilli. Yo, hozir bular hammasiga sovuqdan kelgan u. Aha. Hammada quruq kunjirab berdi-da. Ha, shunga Ha. tiqilgan. Hop. Nechi pul? Sinab olishadi. Hop, bu bitta. Ha. Qarashu. Mana buni qarang. O'ta baquvvatida rossiyskiy bilan jolishdi.
Rossiyskiy go'lishdagi gibrid da. Mana molni qarang, molni qarang. Mana mol. Yuruvlari aka, oyoq qo'llari zo'r. Mana. Bu ikkinchisi. Buni hurmatli obunachilar, xudo xolasa ko'rib o'zingiz yoqsa, xudo xolasa kelishishingiz mumkin. Mana idishini ham orada ko'rsatib ketaylik. Mana idishi. Mana idish. O'ta go'zal. Mana bizda o'sha germanskiy shivskiy, rossiyskiy. O kallani qarang. Qayg'adir ketyapti bu. Mana. O'ta go'zal mol. Turishini qarang. Mana go'zal. Kavshani juda xotirjam. Sigir qilsa, sigirim bor bo'lsa, bor degan sigir chiqadi. Xo'p, nech pul qo'ydik? Hop, mana shu bitta o'lchab qo'yaylik. Bu aka o'lchamaydi. Mana bu yerda narsa, bu mollar hammasi o'lchalgan asli. Ha, bitta o'lchab qo'ying o'rtasi, bitta. Mana. Biri 10 g'ozin ekan. Biri 10 5 g'ozin. olishadi. Xo'p. Mana endi kibrit molni ham 12 million deb beryapmiz. Aha. Bular da olsin, maza qilsin. 12,5 dan emas, 12 million olsin, xohlagan tanlayapti. 12 milliondan. 12 milliondan. Kami bor. Hammasi o'zi kami bor. Lekin mana shu molni, o'g'limjon, bozorda 12 million olishsa gap yo'q, tan beraman. 12 millionga bozorga bittasini bor mashina olib kelisha olmaydi. Bittalar olganda 12 millionga molni ola olmaydi. Biz arzon olyapmiz, arzon sotyapmiz. 12 million tanlab olsin, 3 tasi bo'lsa kami ham bor. 12 million so'mdan bir joyga kami bor. Endi aka Yana bir 3 tasi bor. ko'zlari quvnatadi. San'at asari. Haqiqatdan olomol baribir bo'lakcha mol. Mana buni qarang. Uni molni qarang. Mana. Jonivor. Tekisligini. Shu men haqiqiy sifatligidan boqaman. 1 million pul menga nima emas. Ertaga sigir bo'lsa uyimda turganda o'ta chiroyli tursin. Aha. Degan odamlarning mana 3 ta moli bor. 3 ta. Bu birinchisi, ya? Birinchisi. Birinchisi bo'ladi. Mana molni qarang. Mana ikkinchisi. Mana molni qarang. Mana. Babu olomol qandaydir chiroyli bo'ladi, ya. Hayır, olani ham olasi chiroyli bo'ladi-da. Olani qarang, Zoti haqiqatan. bo'lmasa, xonada bo'lmasa chiroyli bo'lmaydi. Xonada borki chiroyli. Mana molni qarang. Bitta ishqibozman mashina vallahi. Mana bu ikkinchisi. Bu ikkinchisi, ya? O'tgan safar videoga ulgurmay qolganlarga 2 dona qo'ygan edim shu moldan. Aha. Mana buni qarang. Lekin bu ulardan kattaroq. Ulardan kattaroq. Juda chiroyli. Mana molni qarang. Mana bu uchinchisi. Uchinchisi. Asli molni 15 million aytishim kerak. 15 million aytishim kerak asli. Hop. Lekin arzon oldim. Aha. Arzon sotaman. Bu yoqqa beni bu yoqqa. Hani ko'rayotgan odam odash qolmasin. To'g'ri sanoq tursin. Ha, endi. Mana bunday bo'ldi, mana qarab turinglar, obunachilar. Mana birinchisi. Bu birinchisi, aha. Kichkinadan ko'rsatib boshladi-da. Mana ikkinchisi. Ikkinchisi. Mana bu uchinchisi. Uchinchisi bunisi, ya? Tanlab olishga aytyapmiz. Bu yerda asli bir kishi olsa maza qiladi. Toza kurenka. Maza qilib boqadi, uchalasi. 15 emas, 14,5 ham emas. Bir o'tgan safar xollamash olib ketdi. 13 million 800 dan qo'ysa, bu safar ko'tarib oldi emas, 14 ham emas. Mana Oxunjon, o'shandan katta o'tib 13 million 800 dan qo'yib beraman, xohlagan tanlab olsin. 800 dan. 13 million 800 dan o'tgan safar bir ko'rgan obunachilar bo'lsa bilardi. 13 million 800 dan kichkinasini qo'ydim. Bundan icharini bir joyga ketadimi? Oxunjon, 500 ming, 300 ming puldan qaytmayapman. Hamma oldi ham. O'tib beraman, sunnatiga, hozir o'tib beraman. Lekin mana shu molni savdo qilib, o'sha molni menga ber, 10 millionga desam, bir agini buzmayman. Aha. Aka qo'shini deyman. Lekin o'sha 13 million 800 ga chiqmaguncha savdo qilib turaveraman. Meni vaqtim sera. Aha. Tushunarli. Tushundingiz-a? Buni haligi shu maqsad sotish. Mol 16 million deb olib turish kerak emas. 13 million 800 dan o'zi xalq biladi arzon. Xudo xolasa arzon. Kami bor. Yana hammasini birga olsa, yana kami ham bor. Kami ham bor. Yugurib qolasiz. Endi mana bu yerda 800 dan. 3 dona molimiz bor. Olib keldim, O'zi 3 ta. mahalliy mollar. Ko'rsatishda yurgizdirib ko'ramizmi? Yo, mana olib kelamiz-da. Qani. Ayda ko'rinmaydi-ku. Mana qap-qarasidan o'zimizni mahalliy mol. Aha. Bular o'zi mahalliy mollardan, o'zimiz. Aha. Bo'ylari buni desh. 1.5. Narxi ham zo'r. Nech pul o'zigami yo? O'ziga Nech pul? 10 million emas. Aha. 9,5 million. 9 gachi. Yo'q, 9,5 kami bor. Ha, savdo qilib olishadi. Mana ketdi 9,5. Arzoni bormi, arzoni bitta? Voy, siz ko'raverib og'rigacha. 8,5lar bormi aka? Mana uni ko'ring. 8,5 ga o'tirpacha mol beryapti. 8,5lar bormi deb berib shash so'rab qo'yibdi. Mana
Mana qarang, qonini qarang, mol janaverdi, mana qonini qarang, rangini qarang. Aha. Mana. Toza shvet, faqat o'zimizni mahalliy. Aha. Mahalliysiz. Ha, endi misol mana shu molni olib boqqan bo'lsa, shundan tug'ilganda. Shu bo'ldi. Boshqasi yo'q. Nech pul? 9 million. 9 million. Kami ham bor. Kami ham. Mana buni qarang. 9 million kami bor. O'zimizni mahalliy stol. Kalla o'ta tortgan, mana kallani qarang. Hop. Toza stol. Faqat mahalliy. Aha. O'zimizni mahalladan chiqqan. Narxini eshitdingiz siz. Hop. Narxi 9 million so'm. Uchtasini bir joyga ayting. 3tasi bir joyga 9 milliondan olsin. Yo'q, ayting. Yo'q, 9,5 degan ketyapti. 8,5 dan qilib bering. Uchtasini bir joyga. 8,5 dan bo'lsa men ham olaman lekin. Bitta bo'lsin, Yo'q, sizda bo'lsin. 8,5 dan bo'lsa men ham olaman, oxinjon. Beradil olaman. 8,5 dan olib 87 dan sotaveraman. Bo'ldi, 87 dan berishyapti. Mana bunday bir joyga oladimi? Aha. 200 mingdan kam beraman bo'ldi mana. 8 million 8. 8 dan bir Ket. joyga. Uchtasi bir joyga. Bir joyga. Lekin yakkalab olsa o'sha gap. Ha, u yakkalab olishi- bu ham 9. Bu. Xudo xolasa. Xudo xolasa, Aha. mana shaygacha ko'rgan odam, shuncha mehnat qilyapmiz. Buni olib kelib qimmat olib kelyapsan. Moling qimmat degan odam 10 ta molni olib kelsin, taraf videoga chiqarib ko'rsin. Ha. Mehnati o'ziga. Mehnatini ko'rsin, molni yetishishini ko'rsin. 10 ta moldan bitta birah chiqsin. Uni sota olmasin, To'g'ri vizitka yesin. bersin. Ketin ular bilan men gaplashaman. Moyga bir sog'lom mol qo'yyapmiz. Ha, sog'lom. Vizipini qo'ygan yo'qmiz. Aha. 10 millionga olgan molni 2 millionga beryapmiz. Pilagimiz buzgan yo'qmiz. Iloji Buni yo'q. ham tirik jon, chidag'anga chiqargan. Aha. O anada o'tirib telefonga voy qimmat yozib qo'yish 1 minutlik ish. Problema emas. Ilojini boricha. Ha, lekin qimmat qaysi? Yozsin. Uka, mana shuni endi 14 million qimmat qo'ydim desin. Menga mana shu molni 13 million 300 ga olib keldim olay. Aha. Shu molni 13 million 300 ga boshqa molni olib keldim olay. Bu. Ket Olib 13 yarmni qo'y beray ketdim. Olib ham bor. Mol mana qarab turing, o'g'injon, bir ikki marta bordim. Aka dedi, sizni mol hozir zo'r dedi. Dahshat dedi. Aha. Shunda borsam, haligi mana shunda turadi-da ko'tdi, mana shunda turadi. Bu go'dash kerak emas menga sifat keraksa ko'p tushunmaydi. Bizga mol zot kerak, sifat kerak. Bizga go'dash kerak emas. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bemalol behijolat telefon qilaverasizlar. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. So'ralmagan ma'lumotlar bo'lsa bemalol Ilhomjon akamizga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bittadan like bosib, ketgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.